Так. Toychoqni parkovat qildik. Ishga keldik hozir. Уже sovuq tushib qolgan, shapkalar, kurtkalar. Bugun получается hozir qaysi число bizda? 11-noyabr soat 11da bizda ish boshlandi. 10 minut oldin keldik. Чтобы переодеться, все дела. Вот. Qisqadan nima gaplar? Do'stlar, nima yangiliklar? Yozib qoldiringlar kommentariyada. Обязательно o'qiyman. Javob berishga harakat qilaman. Bizda bugun yangi video qo'ydim. O'tgan haftangi получается videoni, olgan videolarimni. Вот. Ikkita подписчигimiz bor. Уже успел. Bugun получается ikkita ofisda ishlaymiz. Soat 12:1gacha 12gacha ishlanyapti. Uyga borib uxlaguncha почти 1 bo'lib qolyapti soat, lekin o'shanga qaramay hozir nima deydi? Ertalab soat 6da turib bugun shunday bo'ldi. Har doim bo'lmayapti, chunki uyqu bilan kurashish kerak. Juda ham problematичный. Вот. Uyqu bilan kurashish kerak. To'da o'zlaringiz juda yaxshi bilasizlar, kim agar mana shunaqa 13-14 soatlab ishlasa, shu odamlar juda yaxshi biladi uyqu bilan kurashish nima ekanligini. Tak, hozir telefon qo'yib. Tak, video ketyapti. Вот. Короче, soat 1da uxlanyapti-da, soat 6da turilyapti. Bugun zalga bora olmadim, chunki ertaga выходноyim. Что erta выходnoyda spokойно borib, ham zaldan keyin kelib, spokойно damni olish shunaqa niyat bo'ldi. Chunki hozir ertalab turib zalga chiqish kerak edi, o'zi по плану должно было быть. Lekin erta выходноyligi esimga tushib, shu bilan ertaga o'taman, nasib va birdan zaldan keyin uyga borib spokойно dam olinadi. Bu boshqacha. Вот. А так, shunaqa yangiliklar videomiz davom etadi. Like, подписка, поддержка qo'rasizlar. Peterdan hammaga salom. Прическа bomba. Mo'ylovlar o'sgan ozgincha ovoramiz hali выходnoyda, как раз ertaga свежий bo'lamiz. Hammaga omad. Так, hammaga assalomu alaykum. Bugun уже выходной kun. Ya'ni men получается hozir zaldaman. O'sha zalga keldim. Kechaga ish kunim ololmadim, chunki ish ko'p bo'ldi. Charchadi odam, oyoqlar yaxshi og'rib qoldi. Lekin bugun выходной, men bugun oyoq trenirovkasini qilishga qaror qildim. Hozir ko'rasizlar sizlar. Tak, nima deydi? Уже razminka qilib bo'ldim. Hozir oyoq trenirovkani boshlaymiz. Oyoq bizda taksida oyoq deb ham. Вот так. Еще сложно, сейчас начнем. Так, начнем улыбаться. Все от души. Лесенку убрал. Короче, men bugun yangi zaldaman, boshqacha, что-то поинтереснее. Yangicha haligi trenajyorkalari bor. Har vaqt bo'lsa ko'rsatib o'taman. Вот. A tak, hozir trenovka zaldan bugun video bo'ladi va uyda o'zimizni dehqoncha treningimizda ma'lumotlar bo'ladi, har xil videolar qilamiz. Tushuntirib, ozroq parcha ko'rsataman. Bu kanal больше blog kanali. Qanaqa specialist lибо там bir nima o'rgatadigan kanal emas, просто shu musofirda yashash, nima bo'lyapti, nima qilyapti, qanaqa ish, nima gap, shunaqa tema. Atay, hozir trenirovkani bosamiz, от души ovqatlanamizda haligi 2 kilo mol go'sht olganman bugun.
От души Казан kebab qilamiz. Oila bilan uyda shunaqa tema. Atay hammaga omad. Ikkita kadrlar qo'yib o'taman. Like, podpiskani esdan chiqarmaysizlar. От души.